15 daqiqada hech qanday xamir qorimasdan birlagan xamirli taom tayyorladim. Buni nomi chuchvarami yoki manti? Izohlarda bilsangiz yozib qoldiring. Yog'siz qiymaga bitta qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, tuz va ziravorlarni solib yaxshilab aralashtirib oldim. Tayyor bo'lgan qiymaga yumaloq qilib shakl berdim. Ikkita tuxumga tuz va suv solib yaxshilab aralashtirib oldim. Tayyorlab olingan qiymali koptokchalarni avval yaxshilab unga, so'ng tuxumli massaga belab oldim. Xuddi shu usulni 2-3 marta qaytardim. Hech qanday xamir qorimasdan ham shu usulda tayyorlasangiz xuddi ustida xamir bo'lib pisharkan. Hayratda qoldim. Videoni oxirigacha ko'ring, siz ham ko'rasiz. Qaynab chiqqan suvga sariyog' yoki margarin, tuz va lavr bargini solib tayyorlab olasiz. Endi tayyor bo'lgan koptokchalarni oz-ozdan solib qaynatib pishirib olinar ekan. 3-4 daqiqada birlagan xamirli ovqat tayyor bo'ldi. O'zini o'zi aylantirib 3-4 daqiqada pishib qoldi. Birlagan taomni ustiga xohishga ko'ra qatiq, ko'katlar bilan maza qilib iste'mol qilishingiz mumkin. Agar sizga retsept yoqqan bo'lsa, like bosib yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Sahifamga o'tsangiz, bundan da ko'p retseptlarni topasiz. Haytgancha ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.